Tushda DVD disk ko'rish. O'tmish bilan bog'liq ishora. Hayotingizda eski voqealar yoki insonlar yana paydo bo'lishi mumkin. Eski xotiralarni takrorlamaslik haqida ogohlantirish. Takrorlanayotgan vaziyat bir xil muammo qayta va qayta sodir bo'layotganini bildiradi. Qarorlaringizni qayta ko'rib chiqish kerakligini anglatadi. DVD ishlamasa yoki siniq bo'lsa, rejalar buzilishi yoki hafsalangiz pir bo'lishi mumkin. O'tmishni qo'yib yuborish va yangilik boshlash vaqti. DVD tomosha qilayotgan bo'lsangiz, hayotingizni tahlil qilish, o'zingizga baho berish davri. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.